yer olib qo'yaver, biror kun qurasan deydi-yu. Ha, shunaqa. Sizni necha gektar yeringiz bor? Qurmoqchi ya'ni olib qo'ygan joyingiz bormi sizda ham? Bizda ko'p. O'zim uchunman umumiy. O'zi yer olib qo'y deganiga men qo'shilaman. Sababi quraman deganingizda yer topilmaydi. O'zi yer ko'p deng, lekin quramansa yer topilmaydi. Yer olib qo'yaverish kerak. Qurish bir gap bo'ladi. Shunaqa. Yo, yer qaytmaydigan narsa-da. Quraman degan paytda siz xohlagan joyda yer chiqmaydi. Yerni olib qo'yish bu normal holat lekin. Quramanga o'zi ehtiyoj qayerdan keladi? Nimaga qurish kerak o'zi? Bilmayman, men Masalan, o katta uylar bor, 2 qavatli uylar bor, 3 qavatli uylar bor, lekin hamma bitta xonada yashaydi-da, oshxonada kiradi. Oddiy uyda yashaydi. Juda ko'p foydalanmayotgan uylar bor-da, ana faysizga o'xshab turadi, tashqarisi bahaybat. Katta uylarni aytyapsizmi? Ha. Katta uylar balki ko'p. 2-3 ta oila yashash kerakmi? Endi yo'q, bu narsani ham mening fikrim, bu narsa nimadan bo'lgan? Oldin masalan, avvallari hamma nimada oilada ham birga ota-onasi bilan, hamma aka-uka, opa-singil hamma birga yashashardi-da. Oldin kino ham bor. Xotinlar qo'zg'oloni degan. Kelinlar qo'zg'oloni. Ha, xotinlar qo'zg'oloni. Shunaqa desa ham bo'laveradi. Xotinlar qo'zg'oloni. O'shanda hamma birga yashashgan, shunaqa bo'lishgan, hammamiz eslaymiz o'sha narsadan. Keyin asta-sekinlik bilan hozir endi biz ham shu global jamiyatga qarab ketyapmiz. O'shanda endi sekin o'sha hamma alohida yashash kerak, hamma o'zi mustaqil degan narsa tushuncha bor, lekin bizning uyimizda 12 ta odam yashaydi. Biz xuddi shunday aytganingizdek katta uy. Lekin ota-onam, ukamning oilasi, mening oilam, ikkita singlim, hammamiz 12 kishi birga hammamiz yashaymiz. Ya'ni ko'payishyapmiz. Shunaqa aytganingizdek hech qanaqa bo'sh joy yo'q, naborot. Qo'shnikidan sotib olamiz. Bo'sh yerlar. Qo'shniki atakaga o'tishimiz mumkin. Atakalarga shunaqa. Endi bu tamoman shunaqa hammada har xil bo'lsa kerak. Lekin aytganingizda u paytlarda juda kompaktli bo'lgan uylar. Ha, kompaktli bo'lgan deysizmi? Birinchidan uylar past bo'lgan. Past bo'lgan. Ikkinchidan xonalar kichkina bo'lgan. Kichkina bo'lgan. Hozirgi qurilayotgan uylarga hech qanday to'g'ri kelmaydi. Hozirgi oldingi haqiqatda masalan 3 ta 4 ta oila yashagani bilan juda kompaktli bo'lgan uylar. Oldin Ekonomli bo'lgan hamma narsani ya'ni bir joyga sig'dirishgan unda. Hozirgi uylarda masalan bitta mehmonxona desangiz 10 metrli mehmonxona. Shunaqa. U paytda masalan kichkina mehmonxonasi bo'lgan, bitta ayvoni bo'lgan. Har kun mehmon faizli bo'lganda. Har kun mehmon bo'lgan. Hozirgi 10 metrli mehmon yilda bir marta mehmon bo'lib qoladi. Shunaqa. Shunga men unga qo'shilmayman. O'sha hamchi mehmon katta uyga baribir qo'shilmayman. Endi men nimadan kelib aytyapman? Men o'zim masalan mana ikkita misol keltirishim mumkin. Bittasi masalan Xorazmda ko'p mehmon bo'lamiz. Andijonda ham ko'p boramiz, mehmon bo'lamiz. Masalan, ish yuzasidan boshqa masalalar yuzasidan hali bitta uyga bormadimki, kichkina hammasini uyi patologi ham bilmayman 5 metrmi, 6 metrmi patologi ham baland juda. Aytganingizda mehmonxona 10 metr bu odam buyog'iga. Lekin biz o'tirgan joyimiz kichkina bitta burchakda o'tiramiz, lekin buyog'i katta mehmonxonada. Shunaqa hech bir bittasida ham ko'rmadim. Masalan, kichkina hovli bo'lganini. Endi lekin mana chekka qishloqlarga bordim, haqiqatan aytganingizdek ko'raman, haqiqatan hammasi kompaktli, kichkina uylar, patologlari past. Eskani istadigan narsalar turibdi qaysi hududlarda. Rivojlangan qishloq bo'lgan bo'lsa. Yevropada, ya'ni men ko'rgan joylarda boy bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi? 4 ta komnatasi bo'ladi. Bitta mehmonxona, ota-onasi xonasi, ya'ni ota xonasi, bitta o'g'il bolalarga xona, bitta qiz bolalarga xona. 4 ta xona. Bo'ldi, o'sha xonasi xona hisoblanmaydi. Ya'ni 4 ta xona. Boy bo'ladimi, kambag'almi farqi yo'q. Lekin hojatxona ikkita bo'ladi albatta. Ikkita ham bo'ladi. Sirasi alohida bo'ladi-da. U hamma o'ziga alohida. Umumiy bo'ladi bitta bolalarga, bitta ota-onaga, 3 ta ham bo'ladi. Bu normal holat. Lekin uylar imkon qadar kompaktli bo'ladi, baland bo'lmaydi, past bo'ladi, isitish oson, ya'ni kubometr kamayadi, uy past bo'lgan sari. Nimaga degan, issiq oldin tepaga ko'tarilib, to'lib keyin pastga tushib keladi. Shuning uchun uyni baland qilmaydi ular. Yevropada men u kabizda ham karischi uylar deyishadi, kichkina past bo'ladi. Endi bizda bahavo bo'ladi deydi. Bilmayman u qayerdan kelgan u gap. Oldin uy narsa yo'q edi. Ha, oldin ham barhavo bo'lgan, lekin past uylarda ham. Yo'q, 20 desam 25-30 yil oldin unaqa baland uylar bo'lmasdi. Juda kam bo'ladi. Hammada past uy, kompaktli bo'ladi. Keyin boshlandi. Keyin boshlandi. 2000-yildan keyin, 2005dan keyin sekin shunaqa boshlandi.
Yevropada keyin ular aytganingizdek uylar haqiqatdan kichkina endi, lekin ularda hozir men masalan borib ko'raman Yevropada nima deydi, boyagi aytganingizdek haligacha ham shu kichkina past quradi. Hozir qurayotmay aytaman. Endi deyman, hozir katta qurmaydimi? Boshqa qilmaysizmi? Yo'q dedi, haligacha shunaqa dedi, chunki dedi bizda dedi majburiyat bor dedi. O'sha energiya sarfi, energiya effektivность bo'yicha, energiya tejamkorligi bo'yicha dedi, majburiyatimiz bor dedi. U standartga javob berish uchun agar aytganingizdek bizaga o'xshab baland quradigan bo'lsak, biz bu yoqqa uyga juda katta xarajat qilishimiz kerak, ko'p narsalarni o'zgartirishimiz kerak deb. Ular ko'proq endi yangi qurmaydi, ko'proq eskini ham renovatsiya qiladi ular. O'shanda ko'rdim, masalan, bizda masalan ishlatilyapti hozirgi masalan bazalt mahsulot ishlatyapti, issiqlik saqlash uchun qanaqadir energiya effektivniy kotyol shunaqa qo'yilyapti. Ularda shu bizning standartimizdan bir 10 barobar baland standartda ularda. Shu darajada masalan endi Yevropa barqaror davlat, rivojlangan davlat, topish tutishlari baribir ularniki ancha biznikidan yaxshi deb o'ylayman. Ancha yaxshi. Shunga qaramay, lekin energiya rasxod, energiya resursini juda ham energiya effektivностьga juda qattiq e'tibor berishar ekan. Bitta nima deydi, har bitta binoni har yili energiya auditi o'tkazar ekan. Har bitta binoni. Sizni binongizni o'zi toifalab qo'ygan ekan. A, B, C, D toifalab qo'ygan. Shu sizni binoyingizni energiya effektivностьni qanchalik energiya tejamkor bo'lganiga qarab turib, o'shanga qarab turib sizni uyingizga status beradi, reyting beradi. O'sha reytingga qarab keyin kommunal rasxodlaringizni qilasiz, to'laysiz. Aytaylik, energiya effektivnosti yuqori A bo'lsa, sizni masalan bir to'lovingiz masalan 1 kilovat chas yoki 1 kubitskiy metr gaz bo'lsa, shu boyagi eng pastdagi bilan razницasi juda katta farq bor orasida. To'lovda kommunalniy tomonidan masalan, sotilayotgan uylarni ham ko'rdim. Недвижимость agentsiyalariga ham kirib ko'rdim, so'radim. Ikkita показатель turibdi. Masalan, o'sha yerda birinchisi yozib qo'ygan masalan narxi, ikkinchisi o'ng tomonda energiya effektivностьni o'rnini. Mana shu masalan bir uy olmoqchisiz, kvartira olmoqchisizmi, o'sha yerda yozib qo'yadi. A, B, C, qaraysiz, bunda ham 50 kvadrat, bunda ham 50 kvadrat. Ikkalasi bir xil, lekin buni kategoriyasi A, buniki C bo'lgani uchun buni narxi unikidan $20,000 qimmat, buniki arzon. Shunaqa. Shunga qarab narxni anaqasi kategoriyasi u yerda shunchalik taqsimlanganda. Bu yerda uy sotib olishdan oldin texnik показания so'raydi. Birinchi to'liq hamma narsa. Ha, albatta so'raydi. Hatto bizga eng yaqin bo'lgan joy Qozog'istonda ham so'raydi. Qozog'istonda ham shunaqa. So'raydi. Uy sotilyapti, so'raydi. Energiya, ya'ni texnik показания so'raydi. Qancha energiya xarajat qiladi? Siz bir oylik umumiy xarajatlar cho'ntagi ko'tarmaydimi? Uni olmaydi. Turkiyada uylarni anaqasi yoshiga qarab o'lchanar ekan-a. E'lonni ko'rdim. Endi u yerda boshqacharoqmi bu yerda? Qish bu darajada qattiq emas. Qozog'istonda ham qish qattiq kelgani sababli buni albatta hisobga olish kerak. Qaraydi. Nima bilan o'tiblik bo'lgan. Har bitta narsa yozib boriladi qurilish davomida. Uni so'rab olishadi. U Rossiyada-ku bu haqda gapirmasa bo'ladi. Demakki, u yerda agar noto'g'ri qurilgan bo'lsa, ya'ni uylar unda yashab ham bo'lmaydi. Isitib ham bo'lmaydi. Uylar ichi muzlab ketadi, ya'ni ichkariga muz chiqib keladi. Demak, Bahringa qarang, bizda hozir показатель nima? Bizda asosiy показатель uy olishda, uyning narxi, necha xonaligi, qachon tayyor bo'lishi bo'ldi, boshqa narsa yo'q-da. Bunga sabab bor-da. Sabab bilmayman, adashmasa bir 30 yil uy qurilmaganda O'zbekistonda. Yo'q. 30 yil qurilmadi. Statistikani ham aytishim mumkin, hozir ko'rdim. 30 yil qurilmagandan keyin ochda bozor. Juda och. Bozor bitta to'yinsin. Keyin sifatga o'tamiz. Keyin sifatga o'tamiz. Ya'ni qorni och odam hamma narsani yeydi. Qorni to'ygandan keyin tanlab yeydi. Hozir bizda uy bozori juda ham och. 30 yil hech qanday, ya'ni to'g'ri uchastka qurilgan. Lekin Toshkentda men barmoq bilan sanasa bo'ladi. Shunaqa bo'lgan. Juda qimmat bo'lgan uylarni. Oddiy odamlar uchun emas uylar hammasi. Toshkentda qurilganlar. Ya u paytda ikkiga bo'linardi, so'r. Sen qora tanlaysan, ya'ni Toshkentda uy ola olmaysan. Sen oq tanlaysan, sen ola olasan. Propiska masalasi bor-ku. Yo'q, rangga qarab emas, faqat sochga qarab. Sochga qarab-ni? Sochga qarab. Endi bozor to'yish kerak. Odamlar tanlash. Odamlar ana bu ayblab bo'lmaydi buni. Yo'q, albatta. Bozor to'yish kerak. Uy bilan bir qur hamma to'ygandan keyin birinchidan narx bitta yaxshigina tashlaydi. To'g'ri. Bir baravargacha, ya'ni $1000 joy 500 gacha tushadi. Rossiyada men o'zim guvoh bo'lganman. 2 million rublli uylar 1 million 200 gacha tushgan. Bir kechada. Bir kechada tushgan. 2014. Qanday kecha bo'lgan u? Adashmasa avgust oxiri edi. Ya'ni dunyo
Hali 2012 degan kinolar ya, paytida Krim emasmi? voqeasidan keyin anneksiyadan keyin. Ha. Bitta bo'ldi. 2014'da. Ya'ni Hmm. odamlar qanday olardi uyni? Uyni sotib olishda faqat kreditdan foydalanadi. Hmm. Ipoteka. Ha, pul Mas bankdan ipoteka. olardi, borib uy sotib olardi. Hmm. Endi boyagi uylar ham kreditga qurilardi. Hmm. Ya'ni pul kelmasa uy qurilmaydi. Hmm. Bu yoqdan pul kelmayapti, ular narxini baravariga tushirdi. Ya'ni $1000 500 gacha tushirdi. Hmm. Adashmasam 1 yilda o'sha narx 1000 masalan 30% qaytib oshdi, o'zini narxiga bordi. Ha, real narxiga. Real narxiga Haqiqiy kelib qoldi. narxiga. Ha. Hozirda bizda ham hozir ishirilgan narx turibdi. Hmm. Haqiqiy narx emas. Ishirilgan bitta yoriladida o'zini joyiga keladi. Ana o'shandan keyin odamlar tanlashni boshlaydi. Ham arzon, ham tanlab oladi uni.